أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سورة المطففين مكية وآياتها 36 يعني مطففين سورة Mekke'de düşken sure 36 ayet. Nisa arkadaşlar bugün okumakçı olan sürümüz mu ilgirki sürülerge okşaş Mekke'de düşken sure. Biz her katımlık derste tekrarlak kavatımız. Mekke'de düşken surelerin karakteri Allah'ın Resulü'ne işiniş, peygamberlerge işiniş, kitapka işiniş, kıyamet meselesi müminlerinki ve inkar kılgıçlarının, dinsiz kafirlerinin kıyametteki ahvali ve erişidiğen mukafat cezaları hakkında bulduğanlıqını biz ret sizlerge sözletken olduk. Bugünkü sürümü aynı şu şekilde devam kılıdı. Yani Mekke sürü buluş süpütülen bu sürünün söylediği mezmunlarımı asaslık akide meseleleri yani kıyamet meseleleri andaki İslam davet meselesi ve İslam davetine karşı çıkan İslam davetinin düşmanları hakkında olanın akıbeti hakkında sözleydi. Abdur bu mezmunlarını sürünün 5'de Beynede sura degen tema aslında bizge bayan kıldı. Qana o'qib o'tayli. Hadihi suratul kerime Mekkiye ve ahdafuha nefsu ahdafis suvaril Mekkiye. Tu'alicu umurul aqide ve tetahaddasu an da'vatil islamiyye fi muvacahati husumiha el-aladda. Yani bu hürmetlik sure Mekki bulup bunun nişanları Mekki surelerinin nişanlarından özü şu. Aqide meselelerini oturğa qoyudu, hal qılıdı ve İslam davetininki adavatlik düşmanlarga qarshi turishdagi ahvoli haqida qana qiladi so'zlaydi. Suradagi birinchi tema haqida Abdur deydi: "İbtida'atu suratul kerime bi'alan al-harb alal-mutaffifin fil-kayl wal-wazn." Sura kerime jang tarozilarda igizpas qilg'uvchilarga jang e'lon qilish orqali boshlandı. Ellezina la yakhafuna al-akhirah. Bu kishilar oxiratdan qo'rqmaydigan, hokimlarning hokim bo'lgan Allohning oldidagi shu qo'rqinchli turishni hech hisobiga olmaydigan, la yahsabuna hisaban degani hech hisobiga olmaydigan. Bir kun Allohning oldida turib qolamiz, qilgan ishlarimizni so'rab qolamiz deb o'ylab qo'ymaydigan kishilar bular. Bular haqida Qur'oni Karim nayt ig'ir iboralarni ishlatib bu surani boshladiki veylul lil mutaffifin bularga dozaq muhrini qana qildi bosdi. Veylul lil mutaffifin allazina idza iktalu ala an-nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin 'azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Ondan surenin ikinci temisi da ثم تحدثت عن الأشقياء الفجار وصورت جزاءهم يوم القيامة حيث يساقون إلى الجحيم مع الزجر والتهديد. Ondan bu suriyana fuccar, facir, şaqila haqqida sözlab bularning qiyomatdagi jazolarini tasvirlaydi. Yani bular bu vaqtida jahannamga ig'ir tahdid, ig'ir zajrlar bilan haydiladi. Bu haqqdagi mazmunlar kalla inna kitabal fujjar la fi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum waylu yawma idhil lil mukazzibin degan oyatlarda tasvirlanib so'zlanadi. Ondan keyin 3-temada ayat suraning 3-temasida thumma aradat li safhatil muttaqin al abrar wa ma lahum min an-na'im al khalid ad-da'im fi ad-dar al-'izz wal karamah وذلك في مقابلة ما أعده الله للأشقياء الأشرار على طريقة القرآن في الجمع بين الترغيب والترهيب. عندكم bu suriyana yaxshi muttaqillarning sahifasiga kilidi, yani sahifasini o'tirib qo'ydi va ularga hazırlangan izzat karomat yurtida, izzat karomat maqomida bularga hazırlangan mengülük davamlaşdığan nimetlerge to'g'riladi, shuni o'tirib qo'ydi. Mazırqi muttaqillarning gibini qilgan, muttaqillarning oqibatining gibini qilgan bu mazmun
Del Allah eşrarlarga hazırlagandan karşısıda bayan kılındı. Avval fuccarlarının gepini kılıp, eşkıyalarının gepini kılıp, bu fuccar eşkıyalar kıyamette erişidigan jaza baradigan aqibet ko'radigan yomon natijani so'zlab bo'lgandan keyin buning qarshısida mu'minlarning ahvollarini so'zlab, mu'minlarningki uchraydigan ahvoli, natijasi, erishadigan mukofotlarni so'zlab o'tadi. Ala tariqatil Qur'on fil jam'i bayna at-targhib va at-tarhib. Bu Qur'oni Karimningki targ'ibotlar, tarhibatning o'tirini mujassam jug'lash, bir yerga akilish uslubi bo'yicha bayon qilingan bir bayon. Qur'on davomli mu'minning gapini qilsak, qashidlam mushrikning gapi bor. Jannatning gapini qilsak, qashidlam do'zaxning gapi bor. Ogohlantirish haqida kelgan mazmunlar bo'lib qolsa, askartish haqida, xo'sh bishorat haqida kelgan. Demak, Qur'on mushtamanadir. Ya'ni xo'sh bishoratlar ogohlantirishni teng tutgan asosda ma'nodir. Bu hozirgi mazmunmi shu uslub bo'yicha bayon qilingan. Bu mazmunlar innal abrar la fi na'im على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون degan mazmun oyatlarda bayon qilinadi. وختمت السورة الكريمة بمواقف أهل الشقاء والضلال من عباد الله الأخيار. Sura Karima shaqo dalol ahlining mavqasi bilan oxirlashdi. Allohning yaxshi bandalardan bandalarga tutgan mavqasini bayon qilib oxirlashdi. Dunyoda ayni ko'rib turibmiz, shaqovat ahli, dinsizlar, din dushmanlari mu'minlarga nisbatan o'zining pozitsiyasi maydonini aniq ifodalab yuribdi dunyoda. Qiyomatda shu ahvollarning hammasi aynen ifadelerini tapıdı. Bunu bu sıra oturup koygan bu yerde. Deydi ki hayfukanu, yani bu azgullar müminlerini dünyada meskere kılattı. Onların iman etkallığı, yaxşılık için onlarını zanlık kılattı. Yani bu noktalarını bu sürede bayan kılıngan. Deydi innellezine ecremu kanu minellezine amenu yedhakun ve izâ merru bihim yetagâmedûn. Deb surunun ahırgıca şu mazmunlar bayan kılındı. Biz surunun başındaki, surunun temaları hakkındaki mazmunlardan ötkendiğin keyin surudaki bir kısım sözlüklerini bayan qilib o'taylik. El-mutaffifin veylul lil-mutaffifin degan oyatdagi bu mutaffifning ko'pligi, buni grammatik o'qidik, hammalar bilamiz. Mutaffif nima degan gap desa, jang tarozilarda kam birgan odamni mutaffif deymiz. Asli tatfif degan bir narsani kamaytirib o'tish, an-nuqson degan ma'noda. Asli tafifdan chiqqan tafif yengil, oddiy bir narsa degan ma'noda. Bu fa'ala babi filni o'timli qiladi emasmi? Tafif oddiy narsa, qilchilik degandek bir xil bizning tilimizdagi shu ifoda. Tatfif bo'lsa, buni ozlashtirish, oz qoldirish degan ma'noda. Chunki mutaffif jang tarozilarda asosan az narsani o'g'irlaydi. Jiq o'g'irlamaydi. Shu necha gram? Shu necha, masalan, necha tonna narsadan necha kilo masalan, jang shundan ham egiz past qilib oladi. Rana g'atta g'ashsha yo'gigan yapgan ma'noda xuddi qilichni yo'gib olgan dotqa o'xshaydi. Aslisi bisilish degan ma'noda, g'alba qilish degan ma'noda keldi Ronaninki. Deyiladi, Ronatul khamru ala aqli sharibiha deb qo'yamiz. Ya'ni haroq ichki odamning aqlini besib oldi degan ma'noda. Shoirmo Ronani shu ma'noda aytgan: "Va kam rana min zambin ala qalbin fajiri." Nurg'un gunohlar fajir qalblarni besib ketdi degan ma'noda qo'llangan. Rahiq en sap içimlikni rahiq deymiz. Yani ecvedul hamr, en isil içimlik ve asfahu, en süzük sap içimlikni. Sahah geldi, rahiq degeni içimliknin en sepi. Ahfaş deydi, rahiq degenimiz onun hiç adamının kallasını iyileştirdiğin bir iyileştirdiği yok. İçimlikni rahiq deymiz deydi. Hasan bu rahiq degen sözün üzerine şiiriste kullanıp ve baradi yusaffiqu bir rahiq as-salsali deb mashirda rahiqni tulg'agan bir daryo nisbatlab baradning ismi daryo bo'ladi burunda. Daryo naiti suzuk isil bo'lgan ichimliklarni qanaqa qiladi, uchrashuvchi ichimliklar bilan saffaqa kurishgan ma'noda. Demak, daryoning bir yaxshi tasviri ham bu isil ichimlik bilan yaxshi tasvirlanadi. Mushurundimi rahiq degani eng isil ichimlikni ko'rsatadi.
Fakihin degeni nayta huzurlanıp degen ma'noda. Yani mu'jibin, mutalazzizin öz muqatta xoşalab, hajab bugun davolduq ya, ma'gulni hajab bugun ahmaq qildik, ma'gulni bugun hajab zanglik qildik, taz edibini verdik degan şekilde huzurlanıp degen ma'noda. Yataghamazun, yani o'zaro ko'z qisishib degan ma'noda. Yani ularga ko'zdirilan zanglik qilish uchun ishorat qilgan shaklda. Suwiba juziya degan ma'noda, yani mukofotlandi, jazolandi degan ma'noda. Tasnim, yani büyük içimlik, büyük bulakni ko'rsatdi. Buning içimligi eng isil içimlik. Taslimning asl lug'at ma'nosi lug'atdan ügiz kütürlüş, igizlik degan ma'noda. Odatda tugining lokusimi shu ma'nodan chiqarilib sınam deb bunda lug'at ishlatilgan. Tugining lokusini sınam deymiz emas, sınamul ba'ir deb. Sınam tasnimdan chiqqan, sanamadan chiqarilgan asli büyük igiz narsalarni sanama lug'ati bilan ifodalaydi. Endi bu oyatning shu sababiga kelsak, Ibn Abbos rivoyat qilgan bir rivoyat deydi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam Madinaga kelgan vaqtida kanu min akhbasin nas kaylan. Jang taraz jihatda eng nachar insonlar edi u. Alloh shuni bilan bu oyatni cho'kizib, vaylul lil mutaffifin deb oyatni tushirdi. Shuni bilan shu oyat tushgandan keyin bular jang tarazini o'zaro qanaqa qildi, yaxshiladi deydi. Tafsirga kelsak, vaylul lil mutaffifin, vaylun odatda tugashdi, halok bo'ldi, andigan dozaqqa kirdi degandek ma'nolarni ifodalaydi. Abdur bu yerda hilak, azab, dimar degan iboratni ishlatdi. Ya'ni jang tarazlarni kam qiladigan ashu fojirlarga halokat bo'lsin, vayronchilik bo'lsin, tugashsin ular. Depogandan keyin bularning qabih sifatlarini bayon qilib, töndeki sözlerinde otudu. Ellezine izektalu alen nas yastawfun. Bular kishilarga jinglab tarazlab bersa, yani kishilardan jinglab tarazlab olsa, izektalu alen nas, yani kishilarning ustiga jinglasa degan gap haqni elish uchun tarozi jinglasa, yastawfun to'liq oladi. Haqmas to'liq oladi. Yani ular jang tarazlab haqni olgan vaqtda to'liq kamil o'zligi shunda oladi. Va iza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ve izâ kâluhum ev vezenuhum yukhsirun. Yani ular kishilarga tarazlab jinglab bergan vaqtida jang tarazini kam qiladi ular, kam beradi. Mufassirlar deydi, bu oyat Abi Juhayna deb taniladigan bir odam haqida tushgan. Bu odamning 2 dona kamchisi bor, 2 dona taroz o'lchaydigan o'lchimi. Bir bilan alatdi, yana bir bilan biratdi. Aladigan vaqtda ma'ni ishlatdi, biradigan vaqtda ma'ni ishlatdi. Bu oyat Melikim haqida tushsin, jang tarazini kamiladigan har qanday odamga nisbatan bir ogohlantirish oyati bu. Alloh subhanahu va taolo Shuayb alayhisolamning qavmini ularning jang tarazini kam qilganlik sababdan halok qilgan. Hadisda keldi: "Va la taffaful kayla illa muni'un nabat." Ular qachonki jang tarazini kam qilsa, o'simliklar ulardan cheklanadi va uxidu bis-sinin, qahatchilik bilan bular jazolanadi, qahatchilikka mubtalo bo'ldi deb hadislarda bor. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin azim. Hey, ashu mutaffiflar, ashu jontarozni kam qildiganlar o'zlarininki noyat ig'ir, qo'rqinchisi qattiq, bek ko'p ichinishlik, kathirul faz'in, ichinishlik, qattiq ichinishlik kunda tirildiganligini bilmemdi. Shuningga qalbida jazmiyat yo'qmi bu xalqlarninki? O'zinglarni musulmon da'vatsizlar, ammo qiyomat uchun tayyorlik qilmaysizlar. O'zinglarni qiyomatda tirilimiz da'vatsizlar. Qiyomatda so'riladigan bu ishlarni qilyapsizlar. Ajaba sizlarninki jazmiyating yo'qmi? Haqiqiy qalbingizdan bunga nisbatan ishonmaysizlar sizlar da'vatda Qur'on. Yawma yaqumun nasu li robbil alamin. U kunida mahsharda bütün kishilar Robbil alaminning oldida turadi. Hufaten, oratan, yalang'och Robbil alaminga bo'ysungan, qo'rqqan holatda turadi. Bahrda keldi. Mana mau oyatda, mau inkorda bular bilmamdi, bular o'ylamamdi ular degan hayron qoldirish, ta'jib, inkorda shu buyuk kunni bir sifatlash va deydi. Fi hada al-inkar va ta'jib ووصف اليوم بالعزم وقيام الناس لله خاضعين ووصفه برب العالمين دليل. Yani ma inkar, ma ta'jib da, ma hayron qoldirishda ve ma kunni büyük kunni sifatlashda ve kishilarning Alloh uchun xor bo'ysungan holati turudi deyishda ve Allohni Robbil alamin sifatlashda
ma günahının büyüklüğü bir delil var. O günah olsa mı biz şu süre şu üstünde ketavatkan tatfif, yani can tarazını kem kılış. Bu can tarazını kem kılış kandaktır bizning şu kallamızda can tarazı dese o düşüp kalan hele can tarazı emas. Bütün can tarazılar, ölçemler. Mesela bugünkü zamanımızdaki manevi maddi şekildeki bütün başkaları bir narsani ölçüp turadigan son sifatini tartib hamma narsa mushun tahtiga daxil bo'ladi. İbn Merdan kelgan bir hadisda Payg'ambar alayhisalom bundoq deydi: "Yawma yaqumun nas li robbil alamin." Kishilarning hammasi Robbil alamin bo'lgan Allohning oldida turadi. Hattoki ularning biri o'zining tarida ikki qo'lining o'ttirig'icha yo'qolib ketadi. Degani, a kunning dahshatining nihoyat qattiq ekanligini tasavvurda ma'nosida. İnsan talab o'zining tariga cho'kish demak nima demak? O bir o'stan emas-ki o, ko'l emas-ki o, shu kundagi dahshatning ifodasi. Daba yuqoridagi oyatlarda qiyomat kunida Allohning oldida turgan bir dahshat manzirini tasvirlab qo'ygandan keyin, ya'ni Alloh subhanahu va taolo fujjarlarninki va yaxshilarning ahvolini shu kunida so'zlashga boshlab mundaq dedi. Hozir bizga shu qiyomat kunining dahshati bayon qilinadi. Shundan keyin hamda shu dahshat kunida yaxshilarning ahvoli nima bo'ladi, yomonlarning ahvolida nima bo'ladi? Buni so'zlashga boshlab davatdi. Kalla inna kitabal fujjar la fi sijjin. Ya unda emas. Onda o'ylamasin, hamxiyal o'ylamasin. Dunyodagidek Ali makamda turumuz deb o'ylamasin. Dunyodagidek aktiv holatda turumuz deb o'ylamasin. Dunyodagidek boshqalarni höp-höp qilib yashaymiz deb o'ylamasin. Unda emas. Inna kitabal fujjar la fi sijjin. Ularning maqomi eng tayin tuvan bo'ladi. Ya'ni ma mutaffiflar tirilish, jazo berilish mahvoldagi g'aflatidan to'xtasin bular. To'xtasin bular. Çünkü ashqiya fojirlarning nomi amal ishlarining kitobi eng tuvan qatlamidagi tor o'rinda bo'ladi. Ma ularning darajasining eng tuvan bo'lganligining ifodasi. Va ma adraka ma sijjin. Nim bilsa o sijjinning nima ekanligini, u ularning nomi amal dafterining saqlanadigan o'rinni nima ekanligini nim bilsan, oddiy chaqlama uni. Addi iş emas. Yani bu yerdeki istifham meseleni büyütüş, çoğun ekanligini ifodalash. Yani siz jinning nima ekanligini bilamsiz sen? Kitab-ı marqum. Bu kiyimdagi naqshga o'xshash yozilgan kitob. Yozilganligini har bir ish unutilib qolmaydigan kitob. Haqdan yushun qilgining, oshkora qilgining hammasi to'liq xotirlangan kitob. La yansa va la yumha. Yani unutib qolmaydigan yoki unutilib qolmaydigan, la yunsa o'chirilmaydigan. Buningda ularning yomon amallarining hammasi to'liq xotirlanadi. Ibn Kasir rahimahulloh deydi, sijjin bu sijnidan olingan bo'lib, sijninning asl lug'at ma'nosi tar o'rin degan ma'noda. Ya'ni fujjarlarningki oqibati jahannamga bo'ladi. Jahannam eng tuvan o'rin bo'lg'achqa ve hiye esfelus safilin en tön orun ve o tar tön kişilerinin juluşduğun bir orunu boğaçka Allah subhanahu wa ta'ala bunu kitab-ı marqum, yani bu rakamlanan kitap degeni yazılgan kitap, baka bulungan mafruq degeni hamma ish xotirlanib bo'lgan kitap. Bununla hiç kişi ziyade kılanmaydı ve hiç kişi kendi ötenmeydi. Bunundan maaşını bir evetili, benim maaşımını bir yögep kalsakken degen ahval olmaydı bir yerde mana oturup koydu Allah. Marqum degeni şu peçetlengen, asasen pütüvetilinip boğan, yezilip boğan, iş tügügen mesele demekçi mağrunducu. Veylu yevme idillil mukaddibin. Şu gündeki inkar kılmışlarının ahvalığı. Çünkü bularının meselesi bitken. Bularning nama'mali yezib bulungan, bular buningga amal qilmaydi. O'zgartirmaydi. Qaytadan tuzitish fursati yo'q endi ularga. Ya'ni inkor qiluvchilarga halok vayronchilik bo'lsin. Allazina yukazzibuna biyawmiddin. Bular qiyomat kunini inkor qiladi bular. Hisob jazo kunini inkor qiladi bular. Va ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Amaliyotda hisob jazo kunini faqat kufr dalolda haddan aşqan, asi to'g'yanda mubalag'a olib ketgan, jinoyati ko'p
Ma kişiler inkar kıldıgan narsa. Bular del şu xildagi insonlar. Undagandan keyin bular iş chaqirtish, bularning ahvolini qaytadan o'ylashish, bularga qaytadan fursat berish loyiq emas bularga. Annekin Allah subhanahu wa ta'ala vaddaha min icramihi. Bunun ne kadar aşta cinayetçi insan ekanligini, bularning xarakterining aslida fursat bersin o qaytadan shu xildagi insonlar ekanligini bizga aniqlab vaddaha min icramihi shuning jinoyatini bizga aniq o'tirib qo'yib o'tdi. Iza tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin. Yani bu inson asli qanday inson desa, buning bizning oyatlarimiz tilovat qilinsa ilgirgilarning afsonasi deydi. Bu bambuq emas, buning fursatini berdik biz. Bununla peygamberlerimiz geldi, kitaplarımız düştü, bizden pakı delillerimiz oturuğa koyuldu. Ama bu ne? Oyunluk mu bakmadı, inkar kıldı, itiraf kılmadı, ilgirgilerin efsanesi deflat kıldı bunu. Yani ikinci kadar yeni fırsat versek, yani aynı netice. Yani ulağa Kur'an'ın ayetleri tilavet kılınsa, bu ayetler tirilish haqqida va jazolanish haqqining buladiganligi haqida mazmunlarni so'zlaydigan oyatlar bularga tilovat qilinsa, bu haqida aytganki, bu degan ilgirkilarning hikoya xurofatlari. Bularni shu kitoblarga xotirlab yozib qo'ygan. Sataruha va zahrafuha deb musha ifoda bildirgan bular. Kalla bal rana ala qul. Amaliyotda unda emas. Amaliyotda bu o'yinib faqa bu haqda qattiq mulohiza yurgizib, tadqiq qilib ankaga yakun emas bu. Bularning bu taammuldan kelgan yakun emas bu. Belki rana ala qulubihim ma kan yaksibun. Yani ma fajir bu batıl gapdan qana qilsin, yansun amaliyat buning qig'ini, bu amaliyat emas. Qur'on ilgirkilarning afsonasi emas, balki ularning qalbiga ular qilgan gunohlar besib ketdigini mayat chiqayotgan gap uning og'zidan. Buning bildirayotgan inkosi qilayotgan jinoyatining natijasi bu. İnsan xatolikni qilaversa, cho'nqur cho'kib uningdan amaliyotga chiqolmaydi, aqliy jihatdan chiqolmaydi emasmi? Shu buning davatgan gaplar amaliyotda buningdagi muloyi tafakkurning natijasi emas, balki bu qilib ketgan jinoyatning mahsuli bu. Jinoyatning mahsuli bu. Shuning bilan fatamasa basairahum, bu qilgan jinoyatlari, bularning ko'zlarini yo'g'ib qo'ydi. Itib qo'ydi bularni. Shuningla ular azg'unlikdan to'g'ri yo'lni bilmaydigan bo'lib qoldi. Saru la ya'rifuna ar-rushda min al-ghay. Mufassirlar davotida ran degani gunohning ustiga gunoh demak. Ya'ni ularning qalbi qordab ketdi. Gunoh, ularning gunoh besib oldi demakchi. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idhil mahjubun. Unda emas. Bu ish uni o'ylagandek emas. Bular dunyoda ashta yashaydi. Bular ishkilikdan fursatini shunday yashaydi, chunki bundan qalb masalasi bu. Shu qiyomat kunisi bularga hech qanday fursat berilmaydi. Buning aniq ifodasi nima bo'lsa, innahum ar-rabbihim yawma idhil mahjubun. Ya'ni ma inkar qiluvchilar azg'unlik va xato yo'llaridan yansun, unda olmasin, unda maqmusun. Chunki bular qiyomat kunisi Mavla jalla va alani ko'rishdan cheklanadi, uni ko'rolmaydi. Degani bular ham hech qanday fursat yana berilmaydi. Bular ikkinchi qilib Allah deydigan yerdan o'tib ketadi bular. Chunki bularning ahvoli biz bayon qilganimizdek ahvol shu. Bularga fursat yo'q, mag'firat yo'q. Buni ko'rolmaydi degan o'zlan bo'ldi, bular Allohning rahmatidan butunlay qolib qoladi bular. Bu oyatda shunga dalil borki, mu'minlar Alloh azza va jallani ko'radi. Imom Malik deyotdi, Allohning dushmanlari cheklanib uni ko'rolmaydi. Allah özünün evliyalarına kögüdek dedi. Hatta ra'avhu degini kögüdek derecede özüne namayanda kılıdı deydi. Thumma innahum lasqalul jahim. Bularning işi şuna bitti. Yani bitti bularning işi. Bularning ikinci qatim meselesi oturup koyulmaydı. Yani bular lasqalul jahim. Yani bular Rahman Ta'ala'nı körüştün mehrum qilish bilen birge cehennemge kirdi bular. Cehennemning detlik qattiq azabını teteydi bular. Ondan keyin bularga azap üstüge azap qilish üstüdün deydi ki hadallazî kuntum bihi tukadzibun. Yani bularga cehennemninki xazinlari, vakillari, cehennemning boshqa qo'rchilari ularga texmo tavbih degani texmo qattiq zarba berish kaysh üstüdün mana bu azap. Yani sizlar dunyoda
inkar qilayotgan azab mushu. Buni hada. Mana bu sizlar tushib qolgan bu, sizlar tetayotgan bu, sizlar inkar qilgan azab shu deb mushtaq deyiladi. Yana bir oyatda bor, "Afasihrun hada am antum la tubsirun" degan oyatda. Endi mesele aşta oldu. Mutaffifiller hakkında sözlendi, kıyamet hakkında sözlendi. Kıyametteki fuccarların ahval sözlengenliğin keyin endi müminlerinin gibi başlandı ki yani fuccarların ahvalı hakkında sözlep boğandan keyin Allah subhanahu ve taala ebrarların, yaxşılarının nimetlik ahvalı toğruluq sözlep devatıdı. Kella inne kitabel ebrar lefi illiyin. Kella degeni dünyadakidek emas işler. Dünyadakidek olmaydı işler. Haq oylagandek olmaydı işler. Dünyada bicara, xar, qoğlandı, müşarrat olup, öz yurtundan haydılıp, öldürülüp, turmuğa sulunup. Mesela kişiler ular orun bermayotgan bu kişiler dünyadakidek olmaydı ahireti bulanın ahvali. İnne kitabel ebrari lefi illin. Bulanın mertesi fevqalat yuquruludu. Qarama hatta nama a'mal defterim yuquruludu bulanınki. Dağıtıdı ki iş ulu oylagandek emas. Fuccarlar yaxşılar bilan teng oludu degenden ibaret. Belki bulanın kitabı, avlanın kitabı sicciğinde bolsa, ebrarların kitabı illin özgü yuquruludu ve kitap nama amel defterim yuqurdu buludu. Illin degenimiz cennetning en a'lasiki ali büyük urunni ko'rsatdi. Tashildi keldi. Illin degan lafz mubolag uchun kelgan asli bu uludun chiqarilgan. Chunki u nama amelning yuqori bo'lishi jannatdagi darajasining yuqorilishiga sabab. Yoki unda demasak, chunki u yuqori bir o'rinda, büyük martabalik bir ali o'rinda. Rivoyat qilindi, arishning asli deb rivoyat qilindi. Qanday bo'lsa mesele müminlerin derecesine yuqorildiganligi muhim. Va ma adraka ma'lun. Hoy, addi qarmaqlan bilemizlar endi uning nima ekanligini. Yani bu illiyonning ahvolini büyüklash, katılash. Yani ey Muhammed illiyon deganni bilemizsen sen? Bilemizsen sen? Uni anda addi qarash qolmaydi. O addi ish emas, degan büyük maqam demekçi. Kitab-ı marqum. Bu shunda yozilgan mesela tügütülgen bir kitap ki eşheduhul muqarrabun. Yani bu ebrarlarning kitapları hatırlangan kitap. Ebrarlarning aşkar yuşrun kılıngan her bir iş hareketi bununla hatırlangan. Yani bunun da amelleri yazılgan. Bu cennet derecesinin en üstündeki illiyin degen makamda buludu. Bununla malaikelerindeki mukarrab malaikeler hazır oldu. Hem basirle dağıtıdı. Müminin ruhi kabzı qıp elinse şu ruhunu asmanga örülütüldü. Çıkıldı. Bununla asmanın ışıkları içildi. Malaikeler bunu hoş bir şeratla karşı aldı. Andın kin ula aşı ruhunu erişe yetip barıdı. Ulağa bir tire çıkırılıp muşununla yezilip da hisaptan qutuluş, azaptan qutuluş bilen xatm o'ruludu, tam o'ruludu. Bunu malaikeler guvoh bo'ldi. Buni mu'minning ahvoli bu qadar qulayliqlashtirildi. Innal abrar lafi na'im. Yani Allah itoat qilganlar yap yeşil cennetlerde buludu. Kengri sahillerde buludu, nimetlenidi. Alal araiki yanzurun. Ula zinetlik isil kiyimler bilen, isil perdeler bilen zinetlengen karvat üstülü bu araik. Hazır safa deyimiz o. Herhalde insan oturduğun orun demekçi. Karvat olsun, safa olsun. Bula Allah ulağa hazırlagan türlük nimet, cennetteki türlük hürmetlerge qaraydılar. Bir xil nimet tuygusuyla qaraydı. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Siz ulağa şuna qarasanız, ulağın nimet ehli ekanligini görürsüz. Ulağın yüzünü ko'rgan nur, aqllik ve güzellik ta'sir edin ve xushallik, güzellikning nuru ta'sir edin. Yusqawna min rahiqin maxtum. Bula cennetdeki içimliklerden soğuruludu. Ap-ak naydı pakiz sap içimliklerden soğuruludu. Bunun qo'llami aralashmagan, aşu qaçlarga xatm besiltilgan ki, onun xatmisini faqat yaxshi odamlar o'z ochidi va xitamuhumuz ki bunun en oxirgisi texim esil. Odatda bir narsa ishchi bir narsa yegan vaqtimizda qangan, qo'sqini to'ygan vaqtda oxirgi qilib qolgani bizga nisbatan ig'ir keladi, masalan to'ysak, qansak, ammo jannat unda bo'lmaydi. Yegan narsaning en oxirgisi texim go'zal, ichgan narsaning en oxirgisi texim go'zal. Yani şarabның ahirisinden ihpanın turqi çıkıp durdu. Ve fi zalik ana aşındaq nimet haqqida musobaqalashgan Allah olsa, raqobatga tushadigan Allah olsa, shuningga raqobatlasin. Aldıraydigan Allah olsa, shuningga aldırsin. Baslashadigan Allah olsa, shuningga baslashsin. Yani mushu nimet, mushu singishlik, ichimlik ka Allah itoat qilish aldirash orqali qiziqsin, qiziqquchilar musobaqalashgan Allah musobaqalasin. İmam Tabari deydi, tanafus nefistin ilingan bulup
Nefis degan har qanday adam qiziqadigan narsa nefis bo'ladi. Biz Uyg'ur tilida nefis deymiz-ku. Har qanday adam ularning ko'ngli buni orzu qiladigan, ishtaha qiladigan, istaydigan narsa nefis bo'ladi. Tanaffus dal qiziqib musobaqa qilish degan ma'noda. Yani ma'na mushu ne'matga erishishda, mushu ne'matni istashda bular musobaqa qilsin, uning qalbi intilsin, ana buning qiziqsin. Va mizajuhu min tasnimki, shu rahiq degan ichimlik büyük üstün bo'lgan buloqdan aralashtirildi. Bu cennet ehlining ichimligining eng ulug'i, eng a'losi bo'lib tasnim deb ataladi, aralashtiriladigan buloq. Shumashqa undan keyin deyotdi, ayna yashrabu bihal muqarrabun. Ya'ni ma tasnim deganimiz jannatdagi bir buloq bo'lib, buningdan eng muqarrablar sap ichidi, qolgan jannat ahli aralashtirib turdi. Ne qarang diqqat, taslimdan eng oliy o'rindagilar sap taslim ichidi. Onundan tüvelle rahiqqa taslimdan aralashtirib beriladi. Demek daraja bo'yicha bo'ladi hammasi. Tashilda keldi, taslim jannatdagi bir buloqning ismi bo'lib, eng muqarrabli bundan sap ichidi, an qolgan abrarlar shuningdan aralashtirilgan rahiqni qana qiladi ichidi. Rahiq yani va taslimdan rahiq yani abrarlashtirgan rahiq aralashtirildi degani birinchi darajaliga sap taslim berilsa, undan keyingilarga rahiq bilan aralashtirib beriladi. Sap nishmakchi o'g'illar birinchi darajaga kirsin. Har adam o'zining qilgan amali, qilgan ish izlari orqali erishdi bu darajalarga. Allah subhanahu wa ta'ala yaxshilarning ne'matlarini so'zlab qo'ygandan keyin buningga fujjarlarning oqibatini so'zlash orqali agashtirib keltirdi. Bu mu'minlarga tasalli, ularning qalbini kuchlantirish uchun dediki, inna sizlarni dunyodagi ahvolga qarab turib biz davomli mashlar o'timizmi? Bizga Allohning ishi og'rimamdi, rahim qilmamdi, bizning bunda mushaqqatimiz, bu kunlarimiz qachon echiladi deb o'ylab qolmanglar. Innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun. Ya'ni mujrimlar. Yani onun tabiiyeti cinayet, günah ötküzüş olan bu kişiler dünyada müminlerini mezhir kılıp kül etti müminlerini. Tesildi geldi, ayet Kureyş'nin katlıbaşları hakkında düşken bulup, Ebi Cehle ondan başka. Bunların karşısında Ali ibn Abi Talib ve müminlerin böyle kişiler özdü. Ulan mezhir kılıp, külüp bulanı zanlık kıldı. İstehaffe bihim deyince bulanı zanlık kıldı. Ve izâ merru bihim etegâmezûn. Müminler kuparlarının karşısında özse, öz ara bäs-bäslen közlerini qısışatdı, ulanı məskır qılıb, zanlıq qılıb. Nufasilə dedi, müşriklərinin qəşinin Resulanın sahabidir özsə, özünün közlerine bulağına nisbeten de qısışatdı közlerini, ulanı haqarələb, ulanı çətki qırqıb. Deydi ola, oy, mana sizlərinin qəşinlərinin dünyanın padişahları ötdü, sizlərə dünyanın padişahları gəldi deyib, ulanı iman etqallıqı, dinlə çan tutqallıqdı, məskır qaladı. Bugün gündəki aynı oxşaş məsələ. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ. Müşrikler öylürge qaysa, əhillerge qaysa, nəhayət huzurlanıb, müminlərinin gibini qılıvağanğa, bularını məskir qılıvağanğa huzurlanıb qaytatdı. Bəhrdə gəldi, bular müminlərinin gibini qılıb eliş, ularını məskir qılıb, əhli imanını məskir qılıb, külüb eliş ulağı qarta, arqılıq huzurlanıb qaytatdı. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُونَ. Bunu görsə, bular azğun deyildi. Kuparlar müşminlerini görse, madem azgın Muhammed'e işengellik için de manda yürüttüler sallallahu aleyhi ve sellem. Ve onların hayat heveslerini taşlıqalıqsın. Baştan yürümdü deyim, bu ayalları yoğun kimlik yürüp, nim boptu, eli sakal koyulup, nim boptu. Ahmak adamlar bu da manda mesir kıldı bular. Ve ma ursilu aleyhim hafizin. Nime çatığı olanın ki, nime işi olanın ki? Ulağa hafız kıt evetilmedi o. Kuparlar müminlərə muhafizə çıxıb əvətilmədi o. Ulanın əməllərini saxlab, ulanın toğruya, xatadan manqallığa qoğulduğunu əvətilmədi o. Ayətdə kuparların məsxirə qilishi var. Yəni, xud deyəndə ki, mən ulanı rəqib qılıb, nazara çıxıb əvətmədim o. Ulanı mümin bəndlərimdən əməllərini saxlaşıb vəkil qılmadım o. Ulanı toğru yolğa, yaxşı işlərə başlap qoyğudək. Nemiş ki, özünə ulağa əhmiyyəti yox, ulağa münasibsiz işlər olan məşğul qıldı ki, nemiş atıq ki, ulağının, Allah ayətdə ulağa zərbir var. Daha da ki, aştaqala qıldım ha, فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضَحَكُوا. Əmdi, dünyada qıған qımışının cəzası sübütüdə bugün müminlər kuparlarını külüdü. Yəni, ma gündə, qiyamət günüzdə müminlər kuparlarını külüdü. Xuddu kuparlılarını dünyada külgəndək. Bu dəl aynı cəza. Cəza, aynı cəza. Ələl əraiki yanzurun müminlər mərvayit yaxud karvatlarının üstüdə kuparlığa qarab, ulağa məsxir qıb külüdü.
İmam Qurtubi deyatdı, dozaq ahliga dozaqdan chiqinglar deydi, ularga dozaqning eshigi ochiladi. Shunda qarasa, ular ochilgan. Aqbal va ilayha yuridu. Fa iza ra'awha qad futihat. Bular dozaq eshigining ochilganligini ko'rsa, chiqishni istab, chiqishni iroda qilib shunda keladi, aqbal va ilayha. Mu'minlar ularga üstün sapalardan, karvatlardan, isil urullardan ularga qaraydı. Shunda ishkiga yetib kelsa, faydan tahila buabiha ishkiga yetib kelsa, ughliqat dunahum bularning oldi to'silib taqiladi, mu'minlar kuladi. Mana bu ularning dunyoda mu'minlarga qilgan masxirasininki ayni jazosi. Al-suwibal kuffar ma kan yaf'alun. Sizlarningcha qiyomat kunisi oxiratda kuffarlar dunyoda mu'minlarga qilgan masxira ve zanlık kılışlarının cezasını birilmezmi? Tabii ki birildi. Tabii ki birildi. Şunlaşka dünyada üzünü bilip alsın. Günahı azrak olsun. Müminler bunun perva kılmasın. Çünkü bulanın uçurulgan her bir dert elimi, meşakkatinin cezası, mukafatı çok birildi. Şunu olan bugün gidersiniz. Ahirlaştı ve ahiru da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin.